U ismi azam shunday ismki, u bilan so'ralganda bandani hojati ravo bo'lar ekan. Ijobat qilinar ekan. Men bu duoni takror o'qiyman. Yodlaydiganlarimiz inshaalloh taala yodlab olsinlar. Agar bu meni aytganligimga ulgurmasangiz, buni 50 boshi ustozlarimizdan, rahbarlarimizdan inshaalloh har biringiz yozib oling. Dona-dona o'qiyman. Mana shu kunlarda biz duo uchun o'tiribmizmi? Shu yillarda har birimiz har daqiqada duo qilyapmizmi? Mana shu duoni aytaylik. Orqasidan har birimiz o'sha hojatimizni Alloh taolodan so'raylik. Ka'baga borib aytaylik. Arafotlarda aytaylik. Minolarda aytaylik. Muzdalifalarda aytaylik. Har o'sha duo qilinadigan joyda mana shu duolarni, mana shu zikrlarni aytib Alloh taolodan demak nima? O'zimizni hojatimizni, dunyo oxiratimiz saodatini so'raylik. Bunda mana shunday o'qiysiz. Allohumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antalloh la ilaha illa ant al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد. Demek oxiri الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Bu har biringizga yod jumlalar. Chunki İxlos surasining oxiri. Avvalini bilsangiz bo'ldi. Takrorlayman. Allohumma inni as'aluk bi anni ashhadu annaka antalloh la ilaha illa ant al-ahadus samad. Davomini qolganini siz bilasiz. Allazi lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana shuni bizga berilgan bu xabarga ko'ra har birimiz ismi azam ekan deya o'qiylik. Alloh taolodan o'zimizga, ahlimizga, naslimizga, elimizga, yurtimizga, butun islom olamiga ne yaxshiliklar bo'lsa, Alloh taolodan so'raylik. Inshaalloh taolo nima bo'lar ekan? Ijobat bo'lar ekan.